hech e'tibor berganmisiz? Ba'zi klinika yoki ofislarga kirishinglar bilan ichingizda qanaqadir xotirjamlik hissi paydo bo'ladi. Xuddiki bu joy sizni iliq kutayotgandek. Ko'pincha bu dizayn emas, bu ifor. Bugun men sizlarni shu ish bilan shug'ullanuvchi kompaniya Senti bilan tanishtirmoqchiman. Ko'p joylar xonadagi hid haqida umuman o'ylamaydi. Aslida mijoz birinchi taassurotni bir necha soniyada oladi va hid mijozni eshikdan kirishi bilan sezadigan eng birinchi narsa. Senti aynan mana shunday nozik jihat bilan ishlaydi. Senti bu binolarni professional tarzda aromatizatsiya qilish bilan shug'ullanuvchi kompaniya. Muhim jihati, ular difuzorlarni sotmaydi. Ular xizmat ko'rsatish modeli asosida ishlaydi. Ya'ni podpiska. Senti jamoasi o'zlari keladi, difuzorni bepul o'rnatib beradi. Biznesingizga mos aromani tanlashda yordam beradi va har oy texnik xizmatini o'zlari bajarib ketadi. Ularning kolleksiyasida 100 dan ortiq aroma bor. Xohlasangiz aromani har oy yangilab turishingiz ham mumkin. Mijoz ofisingizga kirganda o'zini xotirjam his qilishi, o'zini qulay va ishonchda sezishi va bu joyda ko'proq qolishni xohlaydi. Bu esa brendingizni yanada kuchli qiladi. Senti Toshkent shahri bo'ylab ishlaydi. Ofislar, klinikalar, salonlar, do'konlar va showroomlar bilan hamkorlik qiladi. Agarda siz ham mijozingiz eshikdan kirgan zahoti o'zini begona emas, balki ishonchli va qulay his qilishini xohlasangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.